Assalomu alaykum YouTube. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Xo'sh, O'zbekistonda zapret sezoni boshlandi, Sirdaryo, Amudaryoda va 16-apreldan boshlab boshqa barcha tabiiy suv havzalarida zapretlar boshlanadi. Undan tashqari baliq hozircha unchalik aktiv yurgani yo'q. Shu sababdan baliqqa ham chiqa olayotganimiz yo'q. Shu fursat orasida bitta video tayyorlashga qaror qildim. Ya'ni o'zim yoqtirgan montajlardan bittasini sizlarga ko'rsataman. Asosan sezonni ko'p qismini o'sha montaj bilan o'tkazaman. Ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Agar yoqsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Demak, xo'sh, montajimiz uchun bizga kerak bo'ladi pletyonka, leska yoki oddiy leska. Xo'sh, kim qanaqa yoqtirsa shuni ishlatsin. Gruz og'irligiga qarab o'zlari tanlab olaveradi. O'tgan sezondan boshlab men ushbu kurchokka o'tdim. Baliq suxodi juda kamaydi. Shuning uchun ushbu kurchokdan foydalanyapman. Mana shunday rezinalar, bular magazinlarda sotiladi. Pachkasi 5000 so'mdan. Stopper va Bistration va montaj uchun leska yana bitta. Demak, boshladik. Demak, o'rtoqlar, montajimizni boshladik. Birinchi navbatda o'zimizga kerakli bo'lgan pletyonkani kerakli razmerda kesib olamiz. Kesib olamiz. Buni gruzimizni orasidan o'tkazib olamiz. Asosan mana shunaqa gruzdan foydalanaman. Sababi buni suvga otganda faqat mana shu holatda suvga tushadi. Demak, o'tkazib olganimizdan keyin nima qilamiz? O'tkazib olgandan keyin birinchi navbatda bitta pastdan stopper taqamiz. Rahmat. Bitta tepadan stopper taqamiz. Stopperni bitta tepasidan taqamiz. Stopperni tepadan taqqandan keyin Bistration olib o'tkazamiz. Bistration va yana bitta stopper taqamiz, o'rtoqlar. Yana bitta stopper taqamiz. Stopperni taqib oldik. Mana shu holatda stopper taqildi. Ikkinchi Bistrationni buni tagiga bog'lab qo'yamiz. Bog'laymiz. Demak, shuni bog'ladik. Bog'lab ortiqchasini kesib tashlaymiz va stopperni mana shu yerga taqab olamiz. Sababi gruz kelib urilgan vaqtda ko'pincha mana shu Bistrationga uriladida pletyonkani qiyib yuboradi va chiqib ketishiga sabab bo'ladi yoki montaj uziladi. Mana shu holatga olib kelib oldik, o'rtoqlar. Endi buni mana bu yerdan xohlasangiz 8 ga bog'lab qo'ying. Xohlasangiz, kimdir xohlasa asosiy leskaga ulab olishi mumkin. Men 8lik 8 usulida bog'lab olaman. Ortiqchasini kesib tashlaymiz. Marhamat. Ortiqchasi kesildi. Bizga bunaqa uzun ham kerak emas. Mana endi keyingi qiladigan ishimiz buni olib bog'lab olamiz. Ikkita kurchakni bog'lab olamiz. Demak,
Endi kurchak bog'lashni menimcha hamma bilsa kerak. Bu joyini iloji boricha tezlashtirib yuboraman. Kurchakni bog'lab bo'ldik. Endi Mesela gösteride bağlamayız. İki kurçakımızı bağladık. Şimdi ikincisini bağlayalım. Endi o'rtoqlar qiladigan ishimiz tak. Kurchaklarni bog'lab oldik. Ularni chetga olib qo'yamiz va qiladigan keyingi ishimiz. Rezinkani ichidan kurchagimizni bog'langanini o'tkazib olamiz. Rahmat, o'tkazib oldik. Va buni stoperimiz, bistrasyonimizga taqib qo'yamiz. Va mana buni tortib qo'ysak, montajimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Va buni qancha otsanglar ham cho'lashib qolmaydi. Shaxsan o'zim shu montajdan foydalanaman. Kichkina rezinani pastki tarafiga qo'yamiz. Demak, bunisini ham o'tkazib oldik va buni pastki tarafdagi bistrasyonga taqib qo'yamiz. Taqib qo'ydik. Demak, montajimiz mana shu holatda bo'ladi. Rahmat. Va bu cho'lashib qolmaydi. Keyin buning afzallik tarafi mabodo kurchak mana bu yerdan o'tmasi bo'lib qolsa yoki mana bu yerdan uzilib ketsa, mana bu joydan shunday olib mana shu yerdan mana shunday yechib olamiz va keyingi kurchakni yana o'sha bistrasyonga taqib, rezinani taqib shunday qotirib qo'yamiz. Va bu bizga vaqtdan yutishga imkon beradi. Ya'ni o'zimda zatseplar ko'p bo'ladi va kurchak ko'pincha qolib ketadi yoki toshlarga tegib kurchak o'tmas bo'lib qolgan vaqtda o'ylanmasdan keyingi kurchakni bog'lab qo'ygan bo'laman va sразу almashtirib tashlayman. Demak, bugungi videomiz shundan iborat edi. O'rtoqlar, xayr, savollar bo'lsa yoki qandaydir mavzu haqida video qilish kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Ko'rishguncha.